Farhod M13 taqdim etadi. Aziz obunachilar va kuzatuvchilar, yana bugun men vinil o'zbekcha va o'rta Osiyo vinil plastinkalarni video obzorini yana qilib bermoqchiman. Ozgina o'zim shaxsiy kolleksiyamda. Videoga oldindan like bosib, keyin odamlarga tarqatib qo'yinglar. Shunaqa narsaga qiziqadigan, retro arxivlarga qiziqadigan odamlarga videoni podpis qilib tarqatib qo'yishinglarni so'rab qolaman. Demak, boshladik. Va Yulduz Usmonovani 3 dona komplekt vinil plastinkasi. Birinchi vinil plastinkasi Sen meni ishontir. Ikkinchi vinil plastinkasi Aylan qalbim nomli. Va uchinchi plastinkasi Yalli. Bitta ikkita enzinglar menda. Yana nimaga ikkita davomi, o'zi bu uchinchi oxirgi plastinkasi. E'tibor berishinglar bo'ladi. Bu plastinkasi Melodiya bilan hamkorlikda Tosh Muhammedov zavodida, lekin Sharq tarona ishlab chiqarish xo'jaligi birlashmasi Sharq firmasida chiqarilgan. Bu ham shundan, bu yerda уже ko'rib turibsiz. Melodiya va Tosh Muhammedov zavodidan chiqarilmagan. Ya'ni bu Sharqqa o'ziga tegishli bo'lib chiqqan. Bu ham shunaqa deb yozilgan. Shuni farqlayib ketmoqchiman. Usmonovani bu oxirgi vinil plastinkasi. Komplekt bu. Mana endi Shirar Jurayev komplekt plastinkasi. Oqayin nomli albomi. 82-yil chiqqan ekan. Karvon nomli albomi eng mashhur albomlaridan. 95-yil ekan. Yor nomli albom plastinkasi qo'yibdi. Kuy sehri nomli albomi 80-yil. Ya'ni bu birinchi vinil plastinkasi kelgan, demak. Va bitta kichkina plastinkasi. Shirar Jurayev 85-yil chiqqan. Bu yerda yana plastinka bor. Farhod M12 O'zbekiston musiqalar har xil o'zbekcha. Yaxshi plastinka, ma'lum noyob plastinka Tanovar. Kozlovskiy fragment iz baleta. Ikkitali plastinka bu. Yangi holatda turibdi, sostanasi yangi plastinka. Ikkita bitta vinil. Tak, endi bu yerda ham kichkina plastinkalar bor, minyon deyshadi. Davronoyev plastinkasi bor. Kichkina original 3-chi plastinkasi. O'yinchalar g'ulomlarga, bularni o'tgan safar ham aytib o'tdim. Arababajanyan, через 2 zima ozarbayjonlik qo'shiqchini minyon kichkina plastinkasi. Mana Ikromjon Mironov, aytib o'tdim o'tgan safar kichkina plastinkasi. Buni ham Salohiddin Muqaddinov. Gunesh yipki plastinkasi. Yo'qabba, buni ham aytib o'tgan safar. Botir Zokirov yipki plastinkasi. O'tgan safar aytib o'tdim buni ham. Sangam kinosidan soundtrack qo'shiqlar, bu ham kichkina minyon plastinka. Tak. Yallana minyon kichkina plastinkasi, bu birinchi tarkibdan ekan. Zvezda Vostoka yumalab. Farruh Zakirov pesni. Zakirov Yalla kichkina plastinkasidan biri. Davronoyev bu ruscha qo'shiqlari bu yerda Ilya Reznik she'rlariga yozilgan mini plastinkasi. Tak, Yalla ekan. Men aytganim bu tojikcha Gulshan ansambl plastik. Xullas, bu yerda Bomrod, buni ham tanishtirib o'tganman. O'tgan safar yo'da Nasiba Ablayevani 3 ta katta komplekt plastinkasi. Bu birinchi plastinkasi 83-yil chiqqan. Bu ikkinchi katta vinil plastinkasi, bu ham 84-yil chiqqan. Va oxirgi Ayriliq nomli albomi 1990-yil chiqqan ekan. Komplekt bo'ladi. Kichkina plastinkani ham chiqargan Nasiba Ablayeva bilsanglar. 84-yilda chiqqan, 83-dan.
Kichkina vinillar ham chiqqan bilsanglar. Tuyg'ular, sevgi bahori, Dodar akam shunaqa albomlar chiqqan. Kichkina esinglarda bo'lsa, nasiba bilaman. Bular Avaz Mahmudov, Salohiddin Muhidinov, San'at Gulshani bu hit kinosidan bunisi. Ramjon Bo'ronov, Azalbalanj Mamed Vagir, Zaynab Xallarova, Shermat Fayzullayev, Sholim Shokibor Shojalil va Qaroko'za, Allah Yoshib Istaxon Rahimov, yana Istaxon Rahimov. Usmonova yana bitta ham bor ekan, plastinkasi birinchi. Tatarcha Shotlik Ansambl ekan, Po'lat Bulbul, o'zbek qo'shiqlari, G'ulomjon Yoqub Majnun Tol. Esingizda bo'lsa, bu aynan shu vinil uchun G'ulomjon Yoqub oltin disk sohibi bo'lgan. O'rta Osiyoda o'zi sanoqli artistlardan mukofot sohibi bo'lgan. Jo'rabek Nabiyevni shu G'ulomjon Yoqub bilan olganini oltin diskka. Xaylut Billayev, Gulsanam, nomli albomlar. Nasiba Abdulla yana bor ekan bitta, mana bitta plastinkasida Marhabo talantlari 17, Bashkar folklor. Boshqirdiston qo'shiqlari, folklorni. Xilcha kinolardan Chori degan Amitabh Bachchan Nargiz bilan o'ynagan film ekan. Toza xilcha kinoga Sarashka Kapur o'g'li. Kinosi Do'qrayan filmdan ekan. Toza xilcha vinil plastinkalar bilan ko'pchilar ham bo'ladi. Mas ko'rsataman sizlarga. Mana. Toza Hindistonda chiqqan vinil plastinkalar. Yana qo'shim chiqib ketdi o'zbekcha plastinkalarimizdan. Mana Aida Vedisheva, Tursunoy Mamedova, Amonyor, Mahmudjon Azimov, Jo'rabek Nabiyev, Tamanno, Shodmonoy Boyjonova, Urganch shahar madaniyat uyi maqomchilar kuylaydi. Buyam Jo'rabek Nabiyev, Sen tug'ilgan kun, Den tvoy rождения nomli albomlar ekan, video plastinkasi. Abdulla Bozorov va Mahmudjon Muhammedov chaladi Sharq nay kuylari nomli plastinkasi ekan. Shularni ham qo'shimcha qilib ketay degandim. Xullas, bizda bugun hozircha shu videolar, yana video plastinkalar, yana kelsa sizlarni tanishtirib o'tiramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'lib qo'yamiz.